Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz sizlar bilan boshlang'ich arab tili darslariga kirish qismini boshlayapmiz. Demak, birinchi darsimizda biz umumiy arab tiliga kirish, arab tilidagi harflar va boshlang'ich ba'zi qoidalarni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, birinchi darsimizda biz arab alifbosida jami 28 ta harf bor. Bularni birin-ketin o'qib chiqamiz. Bitta harf birikmasi bor lam alif. Demak, alif, b, t, s, jim, h, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, vo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, ha, vav, lam, alif, ya. Ya'ni, endi bu yerda qoidalar ketadi. Arab alifbosi jami 28 ta harf bor. Barchasi undosh harf. Misol uchun b, k, q va hokazo. Ya'ni unli harflar mavjud emas arab tilida. Shu sababli ularni o'sha unli tovushlarni ifodalash uchun biz unli harakatlardan foydalanamiz. Masalan, a, i, u, o. Ya'ni bular unli harakatlar o'sha a, buni ko'rib chiqamiz hozir. Unli harakatlarni bundan keyingi sahifada arab yozuvida katta va kichik harflar bo'lmaydi. Arab alifosidagi harflardan 8 tasi talaffuz jihatdan faqatgina arab tiliga xos bo'ladi. 8 ta harfimiz, ularni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Xo'p. Arab alifosidagi harflar yozuvda o'zaro ulanish yoki ulanmasligiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Ular 4 ko'rinishli harflar 2 ko'rinishlar 2ga bo'linadi-da. Ya'ni o'zidan oldingi va keyingi harfga ulanish yoki ulanmasligiga ko'ra. Demak, birinchisi mana misol uchun ba'ni olaylik. Ba harfi o'zidan keyingi harfga bog'lanadi. O'zidan oldingi harfga ham bog'lanadi. Ro harfi esa faqatgina o'zidan oldingi harfga bog'lanadi. O'zidan keyingi harfga bog'lanmaydi. Shuning uchun bu yerda e'tiborli jihati mana bu 4 ko'rinishli harflarimiz 22 ta, 2 ko'rinishli harflar 6 ta. Ya'ni siz 6 ta harfni yodlab olsangiz, bu qiyin bo'lmaydi sizga, qiyinchilik tug'dirmaydi. Hech qachonki mana bular o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Mana shu narsa rasmda ko'rsatib qo'yilgan. Xo'p, arab yozuvi o'ng tomondan chapga qarab yoziladi va o'qiladi. So'zlarda hech qachon bo'g'in ko'chirilmaydi. Misol uchun islam degan so'zni men o'ngdan chapga qarab yozyapman. Mana bu yerda alif harfi 2 ko'rinishli harf o'zidan keyingi harfga bog'lanmadi. Mana bu yerda ham alif bor, o'zidan keyingi harfga bog'lanmadi. Sin harfi mana o'zidan keyingi harfga bog'landi. Xuddi mana shunaqa narsa. Bo'g'in degani, misol uchun so'z mana shu yerga kelib qolyapti-da, shu yerga kelganda siqmay qolyapti. Is so'zni siqadi, qolgani pastga yozish kerak. Shu payti siz islam degan so'zni birdaniga pastdan yozishingiz kerak. Mana shu narsa. Xo'p, maxraj. Arab tilida harflarning hosil bo'ladigan, chiqadigan joyi maxraj deb ataladi. Mana. Demak, mana bu halqumdan boshlab halqum, misol uchun halqumning yuqorisi, tomoqning orqa qismi, til orqa qismi, til o'rta qismi, mana bu yerda tanglay, dimog'i, tishlar, ikki lab, mana shular hammasi halqum, ya'ni mana shular hammasi maxraj a'zolariga kiradi. Ya'ni nutq a'zolari deymiz-ku o'zbek tilida, mana shu narsa bo'ladi. Xo'p, unli harakatlarga keldik. Unli harakatlar arab tilida unli harflar mavjud emas. Shuning uchun ularni o'rnini bosish uchun unli harakatlardan foydalanadi. Arab tilida unli harakatlar soni 3 ta. Ular fatha, kasra, dobba. Xo'p. Fatha harakati harfning ustiga mana bu bitta belgicha qo'yiladi, chiziqcha. Va u va yoki o unlisini ham bildiradi ba'zida. A yoki o. Kasra esa harfning ostiga, ya'ni tagiga mana shu belgicha qo'yiladi, kichik belgisini qo'yish bilan ifodalanadi. Bu i unlisini bildiradi. Domma esa domma harakati ustiga harfning ustiga mana vergulchaga o'xshash belgi qo'yiladi. Bu belgi u belgisini ifodalaydi. Bu u unlisini ifodalab keladi arab tilida. Mana shunday holatda bular yordamchi bo'ladi. Masalan, mana a, u, i, mana bu sukun. Demak, Xo'p, sukun belgisi. Endi sukunga to'xtalib o'tamiz. Sukun nima? Bu belgi nomi sukun bo'lib, u mustaqil tovushga ega emas. O'zi mustaqil tovushga ega emas. Qaysi undosh harfni ustiga qo'yilsa, sukun belgisi kelsa, shu undosh harfni o'zini talaffuz qilasiz. Masalan, ab. Masalan, biz abda sukun bor, ba'da. Biz misol uchun u demadik, abu demadik, abi demadik, aba demadik. Aba deb to'xtayapmiz. Ub. Bu ham xuddi shunaqa. Ubu, ubi, uba demadikda, ub deb to'xtayapmiz.
IB bu ham xuddi shunaqa, ya'ni IBA, IBI, IBU demadik, IB deb to'xtadik. Demak, mana shu sukunni vazifasi ekan. Xo'p, uyga vazifa umumiy barcha o'tilgan qoidalarni yodlash kerak. Yodlaymiz va savollarga javob beramiz. Barcha qoidalarni yodlaymiz, vazifalarni yozib, hammasini yozib, alifboni ham yodlashimiz kerak. Vazifalarni yozib, daftar yoki Word hujjatiga yozib, Telegram guruhiga yuborib qo'yasiz. Shukron. Rahmat. Shukron degani rahmat.